qaytishdan bir takrorlab o'tamiz. Ertaga Arafat, Mino, Muzdalifa, Hiro g'ori, Savr g'ori qilib inshaalloh ertaga abeddan keyin soat 13:30 ga shular pastga bugundek inshaalloh. Xo'p, bugun Qizil dengiz bo'yicha sayohatimiz shunday bo'ladiki, xo'p, Qizil dengiz bu borib kelish bu firmani nomidan bo'ladi. Kimdir Qizil dengizda yaxtaga chiqadigan bo'lsa, ya'ni kemaga chiqadigan bo'lsa, hop, o'zi pul to'lab, o'zi chiqaveradi. Tushundingmi? Pul kim chiqisi kelsa, pulini beradi, chiqadi. Xuddi shunaqa bo'ladi tartibi. Yo chiqmaydiganlar, ashda aylanamiz, rasm tushamiz, video qilamiz, qaytib kelamiz aylanib. Xuddi shunaqa bo'ladi, ko'rib ya'ni. Ha? Keyin bir odamlar aytadi, Qizil dengizda suv shifo ekan deydi. Sho'r suvda Qizil dengiz suvi sho'r suv. Mayli baqlashkelar bo'lsa baqlashga yo olinglar. Shunaqa haligi yara chaqalarga davo deyishadi. Qizil dengiz suvini sho'r suv deb. Shuning uchun shunga shu olinglar tanish bilishlarga kimdir aytgan bo'lsa, Qizil dengiz suvini olib keling degan bo'lsa, ularga olinglar. Hozir bugun ziyorat qilib qaytamiz ekan Qizil dengizda, xudo xolasa. Ko'rgandan keyin uyga borib tushganimizdan keyin inshaalloh aytsanglar biz chiqamiz. Bir kishiga hada واحد شخص كم ريال هذا؟ واحد شخص كم ريال؟ Takriben bir kishiga 23 riyal bo'lishi kerak. Kemaga chiqishimiz. Ha? Chiqadiganlar bo'lsa, men chiqaman deb pullar bersanglar, o'shida bilet olib beraman, chiqib kelaverasizlar. Hop, endi qalay ziyoratlar yaxshi bo'lyaptimi, xudo xolasa? Ibodatlar qalay? Ibodatlar yaxshimi, xudo xolasa? Hamma ko'ngildagidaymi inshaalloh, ha? Yaxshi, rahmat, zo'r. Mana bu yerlarga keldik, mana bu joylarni ko'ryapmiz inshaalloh. Ancha farqi bor-a O'zbekistondan? Shuning uchun Saudiya shahrini masalan beti bunaqa ekan, masalan Makka shahrini beti bunaqa ekan deb hech ham yomonlar bo'lmaydi bu joylarda. Bu joylar nimaga? Alloh subhanahu va taolo tomonidan ulug'langan joylar bu yerlar. Tushunyapsizlarmi? Beda nima bo'lsa ham shu ko'ringlar bo'ldi, beti bunaqa ekan, o beti anaqa ekan deb bo'lmaydi bu yerda. Juda ham nozik joylarda yurgan bo'lamiz. Shunchalik aytadi, bu yerda bir rakat qilgan namozimiz 100 ming rakat bo'lsa, endi tangani ikkinchi tomoni ham bor. Shunga yarasha bitta qiladigan gapimiz yo bitta og'zimizdan chiqadigan nojo'ya gaplarimiz ham shunga yarasha bo'ladi-da. Gunohi ham. Bunaqa ozroq bo'lmaydi. Ajr shunaqa kuchli bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh mana ibodatlarga ham kelaylik, ulgaylik, ha, vaqti g'animat bilib qolaylik deydi. Kunlarimiz oz qolyapti, xudo xolasa. Kimda qanaqa savollar bor? Savollar yo'q-a? Shu mana ziyoratlarga chiqyapmiz. Ziyoratlarga chiqayotganda bilinglarki, ashali oshxonalarda, bellarda kichkinacha suv ichyapmiz baqlashkalarda. Hali 0.5 kichkina suvlar. O'sha baqlashkalarni ichgandan keyin tashlab yubormanglar. Olib qo'yinglar, so'mkalar so'yinglar. Mana Humoyun tur degan oldinglarda kichkina so'mka bor. Buni begariga bermaganmiz. Sizlarga bu masalan Ka'baga kirganinglarda tapishga so'ygani, oyoq kiyim so'ygani, telefon so'ygani, bir ziyoratga chiqqanda suv so'ygani. Masalan Ka'baga haramga chiqsangiz hamma joy Zamzam suv chiqyapti, to'g'rimi? Ash kichkina ashu 0.5 baqlashkaga 3 ta 4 ta kichkina baqlashkaga Zamzam qo'yib olsangiz, mana uzoq yo'lga chiqqanda chanqaymizmi hozir? Chanqaymiz. Shunaqa patash Zamzam suvni ichamiz. Zamzam suv tarifini aytilgan bir tarifi Zamzam suv najosat bo'lib chiqib ketmas ekan. Zamzam suv ya'ni kindiydan pastga tushmas ekan. Tushunyapsizlar? Shu Zamzam suvni qarangki, og'zimizga olib borar ekanmiz Zamzam suvni. Organizmlarimiz, ichaklarimiz tolashib, tortishib bo'lar ekan, qarang. Shuning uchun Zamzam suvni bu yerda ko'proq ichaylik. Xonalarimizda mana choy damlab ichyapmiz-ku. Ko'pchilik oddiy suvga, mana
dushdagi hojatxonadagi suvlarni olib ichyapti. Yo'q, bu suvga ichmaymiz. Bu suvni masalan ichib bo'ladi demayman men. Sizlarga yana taklif bermayman bu suvni. Shuning uchun haramga chiqyapsizlar. Hali kichkina ko'k baqlashga sotyaptimi? Sotyapti, 5 riyalga beradi uni. Siz zamzam suv olib kelib, zamzam suv iching, choy damlang, zamzam suvga choy damlang. Bega o'tirkingiz, mana zamzamni uydamisiz? Zamzam suviga to'yib keting. To'yib ichib ketinglar zamzam suvlarni. Shuning uchun mana shunday safarlarga ziyoratga chiqqanimizda shu zamzam suvni ham olsak oldimizga chanqaganimizda zamzam suv ichamiz. Oddiy suv emas. Shuning uchun ko'ringlar, vaziyatga qarab. Qizil dengiz degan endi bu suv qizil emas, dengiz ham qizil emas. Shu Anjanda qanaqa suv bo'lsa, bir xil suv. Anjanda suvi bilan bir xil, ozgina tiniqroq bo'lishi mumkin. Tiniqroq endi kattaroq xolos. Buni bir qizil ovqat degan joyi yo'q. Endi nomini Qizil dengiz deb qo'yishgan endi. Shu avvallari masalan suvni yarmi qizilmoqqa deyishadi. Shuning uchun Qizil dengiz deyishadi. Lekin hozirda unaqa emas, endi biz ham ko'rmaganmiz masalan. Tarixlarda shuna deyishgan. Nom qoldirilgan. O'sha tepasida poyezd yo'li. Şu tog'li anaqa. Balbalay qo'ydim anaqa yo'l o'rtalariga. Yaxshi qurilish qilarkan ekan. Ana ularda ham arxitekturalari yaxshi ekanda. Ana. Qurmoq masha? Ha. Qurmoqlar ekkanmiz. Qurmoq bizda o'smas ekan aka. Ha? Bizda o'smas ekan aka qurmoq. Bilmadim endi. Ekib ko'rish kerak-da. Danagini olib. Danaga o'zimizda bor. Ha. Ajvadan olib. Ajvasidan. Tabii ki.